Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik mijozlarimizdan talablarga binoan universal zavodskoy drobilkalarimiz yetib keldi. Universal degani nima? Ya'ni ham don hashagan maydalaydigan, tanlamaydigan. Ya'ni qo'lni ham chiqaraveradi, quruq poya, somon, xullas hamma narsani bir vaqtda o'zida maydalab beradigan zavodskoy drobilkalarimizni ikki xil modeli keldi. Sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Kanalda birinchilar bo'lsa, mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilarimizga albatta skidkalarimiz bor akalar. Ko'rib turgan drobilkalaring Xitoy zavodskoy drobilka ikki xil varianti bor. Ko'rib turganlaringiz sarig'idan boshlaymiz. Ariol brendiga tegishli zavodskoy drobilkamiz hisoblanadi. Komplektida mana bunday setkalar bo'ladi. 3 xil setkasi razmer sifatida qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Makka jo'xorini, poyasini, qo'l quruq farqi yo'q, hammasini chiqaraveradi. Sotali makka jo'xori desin, bug'doy arpalarini yorma qilib berish xususiyatiga ega. Bunkeri tepasidan don tashlasangiz bo'ladi. Asosan bu tomonni tashlanadi. Bunda ikki xil qo'shimcha qilingan. Xohlasangiz bu tomondan sotali donni, toza oddiy donni tashlasangiz bo'laveradi. Kepay razmerda pastdan chiqarib beradi. O't tiqadigan joyi yonboshida, bu tomondan somon, hashaylarni tiqaverasiz. Xohlasangiz tepadan, xohlasangiz pastdan chiqarasiz. Balonlari bor, bemalol hovlingizda xohlagan joyga siljitib yursangiz bo'laveradi. Motorlari bunda ko'p joylarda internetda ko'rsalaring 2,5 kilovat, 3 kilovat, juda bo'lsa 4 kilovat motor bilan sotishyapti. Motor qancha katta bo'lsa, shuncha baquvvat ishlaydi. To'g'ri, tokni sal ko'proq tortadi. Kilovati katta bo'lgani qiynalmasdan bemalol ishlab beradi. Motorlariga bitta ahamiyat berasizlar. Kichkina motor emas, 5,5 lik motordan qo'yilgan. Mana 5,5 lik motor pichoqlarini mana ochib ko'rsataman. Segmentlari 5 qator joylashgan. Buni oldida mana bunday hashay qator bilan 6 ta pichoqli. Buni arzonchiroq variantlari ham bor. Ya'ni mana bu pichog'i bu 5 ta bo'ladigan bo'lsa, buni 4 talik, 3 talik sal ensizroq variantlari bor. O'shalarning hisobiga narxi sal arzonroq variantlarini ham bunda topishinglar mumkin. Cheres Reme orqali harakat oladi. Sifatlari juda ham zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu ko'rib turgan drobilkamizning narxini 3,400,000 so'mdan qilib beramiz. Komplektida 3 ta mana bunday setkalari bor. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, past toklarda qanaqa ishlaydi? Tokingiz uyingizda 200-190 atrofida bo'lsa ishlayveradi. Toza 220 bo'lish shart emas. Pastroq toklarda ham bemalol ishlab beradi. Soatiga 300 kilo don maydalaydi. Hashaklari 3,5 tonnagacha silus qilish bo'yicha ishlatishinglar mumkin. Narxi 3,400,000 so'm bu Ariol brendidan. Endi o'sha original Xitoy Guanzhou drobilkamiz ko'rishinglar mumkin. Bundan farqi, setkasi bunda 3 ta bo'lsa, bunda 4 tadan setka chiqadi. Listlarini ham ko'rib turibsizlar. Bu sariq drobilkamizga qaraganda anchagina baquvvatroq. Mana bu bunkerlarga bitta ahamiyat berasizlar. Anchagina sifatli drobilkamiz, o'zi ko'rinishi ham aytib turibdi. Bunda o't tiqadigan joyi Ariolga nisbatan kattaroq ko'rishinglar mumkin. Anchagina bu tomonda don tashiydigan tomoni o'tni tepadan chiqarasiz, xohlasangiz pastdan chiqarasiz. Sotali makka jo'xori, bug'doy, arpa hammasini bemalol bir vaqt o'zida yorma qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Bundan farqli o'roq, buni motori oddiy 5,5 lik motor bo'lsa, bunda ham 5,5 lik zavodskoy datchilari bor, ya'ni напряжениеңizni ko'rsatib turadi. Kabellar bilan tayyor holatda shunday olib borib ishlatsangiz bo'laveradi. Pichoqlari ham aytib o'taman. Mana pichoqlari bunda ham o'sha 5 qatorlik hashay maydalaydigan pichog'i bilan 6 qatorlik hisoblanadi. Pachimnilik hammasi moylanadigan pachimlikdan. Cheres Remen orqali harakat oladi zavodskoy drobilkamiz. Bu drobilkamizning narxiga keladigan bo'lsak, 3,700,000 so'mdan qilib beramiz. Soni cheklangan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bunimizning narxi 3,400,000 so'm Ariol brendidan. Guanzhou drobilkamizning narxi 3,700,000 so'm. Manzilimiz Toshkentda, Toshkent shahar Izza bozori oldida joylashgan. Dastavkamiz Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga upakovka holatda, rayon bo'lsa rayon, shahar bo'lsa shahar sentriga 200,000 so'mga yo'l kross qo'shiladi. Shuni ham aytib qo'yay. Viloyatdan zakaz qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Karovka holatda 200,000 so'm evaziga rayon bo'lsa rayon, shahar bo'lsa shahar sentriga dastavkalarni qilib beramiz.
Telefon raqamlarimiz 91lik 289 74 79 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlagan videolarni ko'rmoqchi bo'lganlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda 100% holatda mana shu drobilkamiz ishlash jarayonlari qo'yib boriladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli videolar olishdan charchaymiz. Yana qaytarib o'taman, bular samodelniy emas, Xitoy zavodskiy drobilkalarimiz.